Assalomu alaykum gruppa. Charchamadinglarmi? Mana kecha Solis 90 ni konteynerini to'g'irlagandik, radiatorni tozalab. Ishladi zakoniydi. Keyin biza ketgandan keyin kechqurun uxlab zavodga paxta olib olgandan keyin ishlamay qolibdi. Keyin biza mana pechkaga kran qo'ydik. Pechkaga kran qo'ydik. Tepadagi tom degan anaqa klapan ishlamay qolganda suvga ha, tepasida ichida kranli bo'ladi. To'klik klapan. O'cha ishlamay qolganda mana knopkaniki. O'rniga kran qo'ydik. O'rniga keyin o'zimizni oddiy kranlikdan qo'ydik. Ishlankani uzib, qishda ochib qo'yadi, yozda yopib qo'yadi. Mana zakoniy bo'ldi. O'zbekskiy variant. Va yaxshiladi mana o'zimizni traktor egasi. Yaxshi bo'ldimi? Zakon emas, Zakoniy bo'ldimi? Mana zo'r bo'ldi. Hozir aylanib kelishdi. Yaxshi, kondisioner zo'r ishlayapti.